ish qilaylik. 3 oy deganni zo'rg'a olib keldimi sizni? O'sha individual proyekt uchun kutilish kerak. O'shanda qadri bilinadi deyshadi-yu. Shunaqa, bitta like bosib qo'ying hozirdan, faqat hozirdan. Bu yo'g'ini ko'ramiz. Yengillik bor ekan, xudo xolasa ko'rasizlar. Ketdi. Bu balkonga ham hozir nimadir yechim qilsa bo'ladimi? Shunda bu yerda ham o'lchashyapti. Balkonda ham sizga o'tiradigan takoy barbekyu zona qilib beramiz. Go'shtni shu yoqda tayyorlab, dam olib o'tirasiz. O'zi qutichadek joy ko'rdingiz, 40 kvadratlik. Shunaqa yechim qilish kerak, ham oilaviy chiqqanda, ham bola chaqa bilan ham chiqqanda, mana shu yerga sig'ish kerak-da. Endi bu yoqda qarangda, shunaqa yechim bo'ladiki, sdvigaющий mebellar bor. Ya'ni kirib chiqadigan mebellar bor. Shunaqa mebellar bilan yechim qilib beramiz. O'sha 40 kvadratni o'ziga sizga har bir detalini hisobga olgan holda, komfort, ergonomikani hisobga olgan holda bitta zo'r proyekt qilib beramiz. Xudo xolasa bu yoqqa kelganingizda shundoq dam olib hamma narsani unutadigan qilib beramiz. Xohlasangiz, ham yoqda eshikda kiraverishda svyazni o'chiradigan birorta datchik ham qo'yib beramiz. Telefoningiz ham o'chadi, hamma narsadan dam olasiz. Mash joyga maza qilib. Menga mana yoqadigan joy ko'rdingiz-ku, eng maza joyi, takoy panoramli oyna, shundoq qarasa suv. Pastga ham qanaqadir chiqadi-yu, detallar, romantikni qanaqadir detalchalar qo'yish kerak. Suvga qarab bo'ladigan manzarani chiroyli qilib ochib berishimiz kerak. Balkoningiz ham juda suvga qaragan tarafi juda ham chiroyli ekan. Juda ham bu vidda o'zi qimmat hisoblanadi. Spalniyda bo'lsa agar faqat komfortli dam olish uchun sharoit qilib beramiz. Xullas, konsept dizaynni taniysizlar. Katta dizaynini patkulush qilib berishadi, dizaynini qilib berishadi. Boshqa uylarimni ham cho'tki qilib boblab berishgan. Talash bo'lib ketdi dizayn remont qilgandan keyin sotayotganimda. Shuni topshirdim, bitganida yana bitta ko'ramiz, baho berasizlar. Qanchada bitadi? Nima deb o'ylaysiz? Xudo xolasa bir oilada bitadi, chunki hozir proyektimiz ko'p. Endi ozgincha kutasiz. Chiroyli bo'lishi uchun bizlarni bilasizki, milliy yo'nalishda ishlaymiz. Milliy stil, atlas, adras, kashta, Buxoro ishlarini ishlatib, chiroyli proyekt qilib beramiz, chunki fasadingiz ham sizni marokanskiy stilda qilingan ekan. Xullas, kutamiz, podpisasiz tashlab qo'ying. Bitganida shu joy qanaqa bo'lar ekan. Hozir bir buni ko'rsatishga harakat qilyapman. Tak. Unda Standart remont. Standartniy remont. Bu yerda maqsad mana shu yon atrofda hech kimda yo'qroq, noodatiy yechim qilib, dam olgan chiqqanda maza qilib dam olib ketish. Bitta podpisasiz tashlab qo'yasizlar. Xudo xolasa bitganda rezultatni ham sizlarga ko'rsatamiz. Remonti ham bitganda qanday dizayn proyekt bilan birga bir chiqadimi yo'qmi, uni ham ko'rsatamiz. Lekin bitta usloviyasi bor Nodir aka, birga bir bitirishimiz kerak. Xullas, shunaqa. Nasib qilsin hammaga.